Qizlar, krem uchun bugun sizlar bilan shanti krem qanaqa tayyorlanishini sirlari bilan bo'lishmoqchiman. Chunki bundan oldingi videolarimda cheese krem, morojniy krem hammasini retsepti bilan bo'lishganman. O'shaning uchun o'zingizlar xohishingizga ko'ra krem tanlab qilishingiz mumkin ustidagi shapochkasiga. Bizga 1 stakan shanti kerak bo'ladi. Shantini turlari juda ham ko'p. Ko'pchilikda shanti krem shunaqa fikr qoldirganki, uni mazasi g'alati bo'ladi. Yo'q. Lekin sizlar shantini yaxshisidan olsanglar, to есть ozgina summasi bo'yicha qimmatrog'ini olsanglar, yaxshi o'xshab chiqadi. Bravet, Lamus shunaqa firmalardan ham hozir oxirgi payt yaxshi o'xshab, mazasi ham zo'r chiqyapti. Bizga 1 stakan suv kerak bo'ladi, 1 stakan shanti. 1 ga 1 qilinadi. Suvimizni krandan muzdek bo'lishi kerak yoki mineralka faqat muzdek bo'lishi kerak, iluv bo'lib qolmasligi kerak. Hamma narsamizni bittada sovolamiz. Quyilgungacha yaxshilab eng katta skorsda mikser qilamiz. Qizlar, mana kremimiz ham qotdi. Ko'rasizlar qanaqa qattiq krem bo'ldi. Endi buni konditerskiy mushogimizga sovolamiz. Men уже mana bunaqa nasadga qo'yib oldim, lekin sizlar uyingizda bor xohlagan nasadkalarni qo'yishingiz mumkin. Qizlar, shoko keksiklarimız ham pishib chiqdi. Hozir dekoratsiya qilamiz. Kremimizni olamiz. Olib qizlar, shunaqangi zo'r aromat kelyapti. Hammalarga tavsiya qilaman, qilib ko'rishinglarni. E'tiboringiz uchun hammalarga kattakon rahmat.